Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va qadrli kanalimiz obunachilari. Bugungi videomizning sarlavhasi sizni hayratga solgan, hattoki biroz qo'rquvga tushirgan bo'lishi mumkin. Qonun qabul qilindi. Fuqarolar o'z kvartiralaridan mahrum bo'lishadi. Ha, bu mavzu bugungi kunda juda ko'p muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Odamlar orasida vahima va tushunmovchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Ko'plab savollar paydo bo'lyapti. Bu qanday qonun? U kimlarga tegishli? Men ham kvartiramdan ayrilib qolishim mumkinmi? Bu savollarga bugun atroflicha javob beramiz. Ushbu ma'lumot ochig'ini aytishim kerakki, har bir fuqaro uchun, ayniqsa uy-joy egalari uchun juda muhim va dolzarb. Agar siz o'z mulkingiz kelajagi haqida qayg'urayotgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingiz shart. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga kelajakda ham sizga foydali va muhim ma'lumotlarni yetkazishda katta yordam beradi. Keling, avvalo bu sarlavha qayerdan kelib chiqqani va vaziyat aslida qanday ekanligini tushunib olaylik. Internet va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan yangi qonun qabul qilindi. Endi hamma o'z kvartirasidan ayriladi degan gaplar, afsuski, haqiqatni noto'g'ri talqin qilish va yolg'on ma'lumotlar bilan aralashtirish natijasidir. To'g'ridan to'g'ri hamma kvartirasidan ayriladi degan qonun yo'q va bunday qonun qabul qilinmagan. Bu populistik va sensatsion sarlavha bo'lib ko'pchilikni chalg'itishga qaratilgan. Biroq shu bilan birga butunlay asossiz ham emas. Gap shundaki, oxirgi paytlarda uy-joyga oid qonunchilikka, kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni undirish tartibiga, ijro ishi yuritishga doir bir qator o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Ushbu o'zgarishlar fuqarolarning uy-joyga egalik huquqini himoya qilish bilan birga, mulkiy majburiyatlarga ham yanada jiddiy yondashishni talab qilmoqda. Avvalroq qarzlar yoki ba'zi bir huquqbuzarliklar uchun mulkdan majburiy mahrum qilish mexanizmlari mavjud edi, lekin ular ko'pincha juda murakkab, uzoq vaqt talab qiladigan va ba'zan samarasiz bo'lgan. Endilikda bu jarayonlar yanada tartibga solindi, ba'zi holatlarda soddalashtirildi va ijro mexanizmlari kuchaytirildi. Bu degani qonunchilik tizimida mulkdorlarning mas'uliyatini oshirish va davlat hamda xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning qonuniy talablarini tezkorroq undirishga qaratilgan aniq choralar belgilangan. Masalan, ilgari kommunal to'lovlar bo'yicha katta qarz yig'ilganida uy-joyni sud orqali sotishga qadar borish holatlari juda kam edi va uzoq va murakkab yuridik jarayonlarni talab qilar edi. Ko'pincha qarzdorlar sud qarorlari chiqarilgach ham to'lovlarni amalga oshirishga shoshilmasdilar. Ijro ish yuritish jarayonlari ham sekin kechar edi. Bank kreditlari bo'yicha ham garovga qo'yilgan mulkni sotish jarayonlari uzoqqa cho'zilar, ba'zan yillar o'tib ketardi. Bu esa banklar uchun qo'shimcha xavflar va moliyaviy yo'qotishlarga sabab bo'lar edi. Hozir esa qonunchilikdagi ba'zi tushuntirishlar va aniqliklar, shuningdek, ijro organlarining faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha qabul qilingan chora-tadbirlar tufayli bu jarayonlar tezlashgan. Xususan, Majburiy ijro byurosi MIBga berilgan vakolatlar kengaytirilgan bo'lib, ular qarzni undirishda yanada faolroq ish olib borishmoqda. Bu esa ba'zi hollarda fuqarolar uchun kutilmagan vaziyatlarni keltirib chiqarmoqda va kvartiramdan ayrilib qolamanmi degan xavotirlarni kuchaytirmoqda. Asosiy o'zgarish shundaki, davlat va kommunal xizmatlar provayderlari o'z qonuniy talablarini undirishda yanada qat'iyroq va tizimliroq ish olib borishmoqda. Bunda fuqarolarning majburiyatlari va huquqlari o'rtasidagi muvozanatga erishishga harakat qilinmoqda. Yangi qoidalar mulk egalaridan o'z majburiyatlariga nisbatan yanada mas'uliyatli bo'lishni talab qiladi. Keling, endi bu o'zgarishlar nima ekanligini, kimlar ehtiyot bo'lish kerakligini va kimlar tashvishlanmasligi mumkinligini chuqurroq ko'rib chiqamiz. Birinchidan, shuni bilishingiz kerakki, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 53-moddasiga ko'ra, mulk daxlsizdir va uni sud qarorisiz hech kim olib qo'yishi mumkin emas. Bu degani, shunchaki qandaydir yangi qonun chiqdi-yu, sizning kvartirangizni tortib oldi degan gaplar mutlaqo asossizdir. Har qanday mulkdan mahrum qilish faqat sudning qonuniy kuchga kirgan qaroriga asosan amalga oshiriladi va bu qaror ham ma'lum bir protseduralar va talablar asosida chiqariladi. Oddiy qilib aytganda, sizning mulkingizni tortib olish uchun jiddiy asoslar va qonuniy tartib bo'lishi kerak. Kimlar tashvishlanishi kerak? Asosan quyidagi toifadagi fuqarolar ehtiyot bo'lishlari va o'z moliyaviy huquqiy holatlarni diqqat bilan ko'rib chiqishlari lozim. Biri, asl kommunal xizmatlar uchun uzoq muddatli qarzdorlar. Bu eng keng tarqalgan
va xavfli holatdir. Agar siz suv, gaz, elektr energiyasi, isitish, chiqindi tashish kabi kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni uzoq muddat davomida amalga oshirmagan bo'lsangiz, siz jiddiy xavf ostida bo'lishingiz mumkin. Bu holatda xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar qonuniy yo'l bilan qarzni undirishga haqlidir. Astirish misol bir kommunal qarzning jiddiy oqibatlari. Toshkent shahrida yashovchi fuqaro Alisher aka oilasi bilan birga ko'p qavatli uydagi 3 xonali kvartirasida istiqomat qiladi. Afsuski, Alisher aka so'nggi 6 oy davomida jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelib, elektr energiyasi, tabiiy gaz va markazlashgan isitish xizmatlari uchun to'lovlarni amalga oshira olmadi. Uning umumiy qarzi 2 million so'mdan oshib ketdi. Dastlab xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar Alisher akaga bir necha bor ogohlantirish xatlari yubordi. Shuningdek, telefon orqali qo'ng'iroq qilib qarzni to'lashni talab qildi. Alisher aka bu ogohlantirishlarga e'tibor bermadi va to'lovni kechiktiraverdi. Bir muncha vaqt o'tgach, elektr energiyasi va gaz ta'minoti butunlay to'xtatildi. Shundan keyin ham Alisher aka qarzni qoplash choralari ko'rmaganligi sababli xizmat ko'rsatuvchi tashkilot sudga da'vo arizasi bilan murojaat qildi. Sud qarz miqdorini va Alisher akaning majburiyatlarini o'rganib chiqib, qarzdorlikni undirish bo'yicha qaror chiqardi. Bu qaror Majburiy ijro byurosi emiga ijro etish uchun yuborildi. MIB xodimi Alisher akaning bank hisobidagi pullarini agar yetarli bo'lmasa, uning nomiga rasmiylashtirgan boshqa mulkini, masalan, avtomobilni undirishga harakat qildi. Ammo Alisher akaning bank hisobida puli yo'q edi, avtomobili ham yo'q edi. Bunday holatda MIB qarzni qoplashning oxirgi chorasi sifatida Alisher akaning kvartirasini baholab, kimoshdi savdosiga qo'yish bo'yicha sudga taqdimnoma kiritishi mumkin. Bu jarayon avvalgi yillarda juda uzoqqa cho'zilgan bo'lsa, hozirda qonunchilikdagi yangi mexanizmlar tufayli sud qarori tezroq qabul qilinishi va ijro etilishi mumkin. Bu yerda MIBning vakolatlari sezilarli darajada kengayganini ta'kidlash lozim. Agar fuqaro Alisher aka bu bosqichga yetgandan keyin ham qarzni to'lash imkoniyatini topa olmasa va o'z uyini sotishga rozilik bermasa, u kvartirasidan majburiy ravishda mahrum bo'lishi mumkin. Lekin shuni ham ta'kidlash kerakki, bu holatda ham fuqaroga o'z qarzini to'lash yoki kelishuvga erishish uchun bir necha imkoniyat beriladi. Masalan, bo'lib to'lash yoki qarzni yopish uchun mulkining bir qismini sotish kabi takliflar, 2 asrish bank kreditlari yoki boshqa qarzlar bo'yicha garovga qo'yilgan mulk egalari. Agar siz kapitalangizni bankdan kredit olish uchun garovga qo'ygan bo'lsangiz va kredit shartnomasi shartlarini buzgan holda to'lovlarni muntazam ravishda kechiktirayotgan bo'lsangiz, bank garovdagi mulkni sotish yo'li bilan o'z qarzini undirish huquqiga ega bo'ladi. Misol 2. Garovdagi mulkni yo'qotish xavfi. Fuqaro Botir aka bankdan biznesini kengaytirish uchun 300 million so'm miqdorida kredit oladi. Bu kredit bo'yicha Botir aka o'zining 2 xonali kvartirasini garovga qo'yadi. Dastlabki 1 yil davomida Botir aka to'lovlarni o'z vaqtida belgilangan grafik asosida amalga oshiradi. Biroq keyinchalik uning biznesida kutilmagan moliyaviy muammolar paydo bo'lib, ketma-ket 3 oy davomida to'lovlarni o'tkazmaydi. Bank fuqaro Botir aka bilan bir necha bor aloqaga chiqib, to'lovlarni so'raydi va ogohlantirishlar yuboradi. Lekin Botir aka qarzni to'lashga qodir emasligini va hozircha imkoniyati yo'qligini bildiradi. Bank garov shartnomasida ko'rsatilganidek sudga murojaat qilish orqali garovdagi kvartirani sotishga haqli. Sud holatni ko'rib chiqib, bankning talabini qonuniy deb topadi va qarzdorlikni undirish uchun garovdagi kvartirani kimoshdi savdosiga qo'yish bo'yicha qaror chiqaradi. Bu qaror MIBga ijro etish uchun topshiriladi. MIB ushbu kvartirani baholab, kimoshdi savdosiga qo'yishi mumkin. Bu yerda yangi qonunchilik to'g'ridan-to'g'ri shaxsni mulkidan mahrum qilmaydi, balki bank kabi kreditorlarga o'zining qonuniy talablarini tezroq va samaraliroq undirish imkoniyatini beradi. Ilgari bu jarayonlar uzoq cho'zilib, banklar uchun qo'shimcha yo'qotishlarga sabab bo'lar edi. Hozir esa qonunchilik banklar va boshqa kreditorlarning garovdagi mulkni undirish jarayonlarini tezlashtirishga qaratilgan aniqroq qoidalar belgilagan. Fuqaro Botir aka kredit shartnomasida belgilangan shartlarga rioya qilmaganligi sababli o'z kvartirasidan mahrum bo'lish xavfi ostida qoladi. Noqonuniy qurilishlar yoki rekonstruksiyalar egalari. Agar siz ruxsatsiz qurish qilgan bo'lsangiz yoki ruxsatsiz rekonstruksiya, masalan, yuk ko'taruvchi devorlarni buzish, qo'shimcha qavat qurish o'tkazgan bo'lsangiz va bu holatni qonuniylashtirish bo'yicha
choralar ko'rmagan bo'lsangiz, mulkingiz buzdirilishi yoki sud qarori bilan sizdan tortib olinishi mumkin. Asosiy misol 3. Noqonuniy rekonstruksiyaning oqibatlari. Fuqaro Dilshod aka ko'p qavatli uyning birinchi qavatida joylashgan kvartirasining balkonini kengaytirib, uni kichik do'konga aylantirmoqchi bo'ladi. Buning uchun u tegishli ruxsatnomalarni olmasdan o'zboshimchalik bilan devorlarni buzib, mustahkam poydevor quradi va qurilish ishlarini boshlaydi. Qo'shnilar bunday noqonuniy qurilishdan norozi bo'lib, shahar qurilish bo'limiga shikoyat qiladilar. Qurilish bo'limi tekshiruv o'tkazadi va fuqaro Dilshod akaga noqonuniy qurilishni buzish yoki uni qonuniylashtirish uchun belgilangan muddat ichida tegishli hujjatlarni rasmiylashtirishni talab qiluvchi yozma ogohlantirish yuboradi. Dilshod aka bu talabni e'tiborsiz qoldiradi va qurilishni davom ettiradi. Natijada qurilish bo'limi sudga murojaat qiladi va sud fuqaro Dilshod akadan noqonuniy qurilishni buzishni talab qiluvchi qaror chiqaradi. Agar Dilshod aka ijro muddatida buni bajarmasa, MEIB sud qarorini ijro etishga kirishadi. Bu holatda buzilishi kerak bo'lgan qism majburiy ravishda buziladi. Agar noqonuniy rekonstruksiya tufayli butun mulk yashash uchun yaroqsiz holga kelgan bo'lsa yoki binoning konstruktiv mustahkamligiga jiddiy zarar yetkazilgan bo'lsa, bu holat yanada murakkablashadi. Qonunchilikda bunday o'zboshimchalik bilan qurilishlarga nisbatan jiddiy choralar ko'rish mexanizmlari mavjud va bu borada ham ijro etuvchi organlarning vakolatlari kuchaytirilgan. Hatto bunday holatlar uchun butun kvartirani sotib, yangi qonuniy qurilish qilish yoki buzilgan kvartiraning qiymatini undirish holatlari ham yuzaga kelishi mumkin. 4. Mulk huquqi to'liq rasmiylashtirilmagan fuqarolar. Agar siz uzoq yillar davomida kadastr hujjatlarini rasmiylashtirmagan bo'lsangiz, mulkingizni ro'yxatdan o'tkazmagan bo'lsangiz yoki shartnomalar xatosiz tuzilmagan bo'lsa, kelajakda turli muammolarga duch kelishingiz mumkin. Bu holatda siz kvartirangizdan birdaniga ayrilib qolmasangiz ham mulk huquqini isbotlashda jiddiy qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Bu esa turli sud ishlari va moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Masalan, mulkingizning haqiqiy egasi ekanligingizni isbotlay olmasangiz, firibgarlar tomonidan unga da'vo qilish xavfi mavjud yoki mulkni sotish, hadya qilish, garovga qo'yish kabi bitimlarni amalga oshira olmaysiz. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Agar siz o'z mulkingizga tegishli hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirgan bo'lsangiz, kommunal to'lovlarni muntazam ravishda o'z vaqtida to'lab kelsangiz, bank oldidagi kredit majburiyatlaringizni bajarsangiz va hech qanday noqonuniy qurilishlar qilmagan bo'lsangiz, tashvishlanishga hech qanday asos yo'q. Sizning mulkingiz davlat himoyasi ostida bo'lib qoladi. Sizning o'z mulkingizdan ayrilishingiz uchun qonuniy asoslar bo'lishi shart va bu faqat sud orqali hal qilinadi. Sensatsion sarlavhalarga emas, balki rasmiy ma'lumotlarga va qonunlarga tayaning. Endi qoidalardagi istisnolar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan nozik jihatlar va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavfli vaziyatlar haqida gaplashaylik. 1. Asosiy voyaga yetmagan bolalarning huquqlari. Bu juda muhim nuqta. Agar sotilayotgan yoki majburiy undirishga qaratilayotgan kvartirada voyaga yetmagan bolalar ro'yxatda turgan bo'lsa yoki ularning ulushi bo'lsa, vaziyat murakkablashadi. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi voyaga yetmaganlarning mulk huquqlarini va yashash sharoitlarini qattiq himoya qiladi. Bunday holatlarda guardian va homiylik organlarining ruxsatsiz va bolalarning manfaatlarini buzmasdan turib mulkni sotish deyarli imkonsizdir. Agar kvartira sotilsa ham bolalarni ro'yxatga qo'yish uchun boshqa turar joy berilishi shart yoki ularning ulushi alohida hisobga olinadi. Bu esa ijro jarayonini ancha cho'zishi yoki murakkablashtirishi mumkin. Ya'ni agar sizning qarzingiz bor va kvartirangizda voyaga yetmagan bolalar yashasa, ularning huquqlari sizning mulkingizni sotishga jiddiy to'siq bo'lishi mumkin. Ammo bu qarzni to'lashdan butunlay ozod qilmaydi, balki jarayonni sekinlashtiradi va mulkni sotishdan avval bolalar uchun boshqa yashash joyini ta'minlash zaruratini keltirib chiqaradi. Bu degani, masalan, sizning kvartirangiz kimoshdi savdosiga qo'yilsa, sotib oluvchi ham bolalarning manfaatlarini buzmaydigan shartlarga rozi bo'lishi yoki guardian va homiylik organlari ruxsatini olish kerak. 2. Yagona turar joy daxlsizligi, istisnolar. Ko'pgina mamlakatlarda, jumladan O'zbekistonda ham fuqaroning yagona turar joyi ba'zi qarzlar uchun undirish obyektiga aylantirilmaydi. Ammo bu qoida mutlaq emas va unda ham istisnolar mavjud. Agar kvartira ipoteka krediti uchun garovga qo'yilgan bo'lsa, u yagona turar joy bo'lsa ham qarz undirilishi mumkin.
Shuningdek, agar kommunal to'lovlar bo'yicha qarz juda katta miqdorga yetib, boshqa mulk yoki daromadlar qarzni qoplashga yetmasa, sudning alohida qarori bilan yagona turar joy ham undirish obyektiga aylanishi mumkin. Bu holatda sud har bir vaziyatni individual tarzda ko'rib chiqadi va insonparvarlik tamoyillarini inobatga oladi. Fuqaroga qarzni to'lash uchun barcha imkoniyatlarni beradi. Biroq qonunchilikdagi kuchayishlar shu yerda yaqqol namoyon bo'ladi. Agar qarzni to'lashdan qochish uchun barcha choralar ko'rilgan bo'lsa, sud buni inobatga olib, mulkni sotishga ruxsat berishi mumkin. Asosan, sudning asosiy maqsadi fuqaroni boshpanasiz qoldirish emas, balki qarz majburiyatlarini qonuniy yo'l bilan undirishni ta'minlashdir. Shu bois sud avvalo boshqa variantlarni, bank hisobidagi pullarni, avtomobilni, boshqa mol-mulkni undirishni ko'rib chiqadi. Faqatgina bular yetarli bo'lmaganda va qarz miqdori juda katta bo'lgandagina yagona turar joyga navbat keladi. Uch ostiq mulkni ajratishdagi qiyinchiliklar. Agar kvartira bir necha mulkdorga tegishli bo'lsa, masalan, xotin yoki oila a'zolari, qarz faqat bir mulkdorga tegishli bo'lganda vaziyat yanada murakkablashadi. Bunday holatlarda qonun boshqa mulkdorlarning huquqlarini himoya qilishga harakat qiladi. Mulkning faqat qarzdorga tegishli bo'lishi undirilishi mumkin, ammo bu amalda ko'pincha qiyinchiliklar tug'diradi. Masalan, kvartiraning 3 qismini sotish qiyin bo'lgani sababli sud butun kvartirani sotishga va qarzga tegishli qismini undirib, qolgani boshqa mulkdorlarga qaytarishga qaror qilishi mumkin. Bu jarayon sud ishlari bog'lash va moliyaviy muammolarga olib kelishi mumkin. Shu sababli birgalikda mulkchilikda bo'lgan shaxslar o'zaro kelishmovchiliklarga yo'l qo'ymasliklari va moliyaviy mas'uliyatni birgalikda zimmasiga olishlari muhimdir. Agar siz birgalikdagi mulkning egasi bo'lsangiz, sherigingizning qarz majburiyatlari sizning mulkingizga ham ta'sir qilishi mumkinligini unutmang. 4. Asosiy tushunarsiz kelishuvlar va shartnomalar ba'zida odamlar bank bo'lmagan tashkilotlardan yoki jismoniy shaxslardan qarz olganlarida. Notarial tasdiqlanmagan, tushunarsiz va qonuniy kuchga ega bo'lmagan shartnomalar tuzadilar. Bunday shartnomalar bo'yicha mulkni tortib olish ancha qiyin, biroq xavf butunlay yo'qolib ketmaydi. Firibgarlar bunday vaziyatlardan foydalanib, odamlarni aldashga urinishlari mumkin. Chunki qonuniy asoslari aniq bo'lmagan holatlarda huquqni himoya qilish ham murakkablashadi. Har doim barcha bitimlarni qonuniy yo'l bilan notarius orqali rasmiylashtirish shart. Ayniqsa gap katta miqdordagi pul yoki mulk haqida ketayotgan bo'lsa, notarial tasdiqlangan hujjatlar sizning huquqlaringizni himoya qilishning ishonchli garovidir. 5. Asosda aytilmagan majburiyatlar. Asosda ayrim hollarda odamlar o'zlarining ba'zi majburiyatlarini, masalan, soliqlar, jarimalar, aliment to'lovlari kabilarini unutib qo'yishlari mumkin. Agar bu majburiyatlar bo'yicha ham katta qarz yig'ilib qolsa, ijro organlari tomonidan mulkni undirish choralari ko'rilishi mumkin. Ayniqsa, aliment bo'yicha qarzdorlik O'zbekistonda juda jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Agar aliment bo'yicha qarzdorlik belgilangan miqdorga yetib borsa, mebel qarzdorning mulkini, shu jumladan kvartirasini ham undirish obyektiga aylantirish uchun sudga murojaat qilish huquqiga ega. Soliq qarzdorliklari ham uzoq muddat to'lanmasa, xuddi kommunal qarzlar kabi jiddiy muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Bu kabi nozik jihatlarni bilish sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qilishi mumkin. Har doim qonuniy maslahatlardan foydalanish va shubhali bitimlardan uzoq turish kerak. O'z huquqlaringizni va majburiyatlaringizni bilish eng yaxshi himoyadir. Xo'sh, aziz do'stlar, yuqoridagi ma'lumotlarni inobatga olgan holda siz nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlarni tashlashingiz lozim? Keling, aniq ko'rsatmalar beraman. Bu ko'rsatmalar sizning mulkingiz xavfsizligini ta'minlashga yordam beradi. 1. Asosda o'z hujjatlaringizni tartibga soling va muntazam tekshiring. Asosda uy joyga egalik hujjatlari, kadastr pasportingiz, uy joyini sotib olish, hadya qilish yoki meros qilib olish haqidagi shartnomangiz, davlat ro'yxatidan o'tkazilganlik guvohnomasi kabi barcha asosiy hujjatlarni doimiy ravishda saqlang. Ularning asl nusxalari va elektron nusxalari, skaner qilingan versiyalari sizda mavjud bo'lsin. Eng muhimi, hujjatlarning haqiqiy ekanligiga va ularda hech qanday nomuvofiqlik yo'qligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir nomuvofiqliklar, xatolar yoki yangilash zarurati bo'lsa, darhol kadastr agentligiga murojaat qilib, ularni bartaraf eting. Bu har qanday huquqiy muammolar paydo bo'lganda sizning asosiy himoyangiz va mulk huquqingizni isbotlashning eng muhim vositasi bo'ladi. Kommunal to'lovlar, har oyda kommunal to'lovlar, gaz, suv,
elektr, isitish, chiqindi tashish va boshqalar bo'yicha kvitantsiyalaringizni yoki cheklaringizni saqlab qo'ying. Bu hujjatlar sizning to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirganingizni isbotlovchi yagona dalildir. Agar onlayn to'laydigan bo'lsangiz, elektron cheklarni yuklab oling yoki ekranning skrinshotini qilib alohida papkada saqlang. Eng muhimi, muntazam ravishda, ya'ni har oyda o'z vaqtida to'lang. Agar biror sababga ko'ra qarz bo'lib qolsa, imkon qadar tezroq to'lang va qarzdorlikni uzoqqa cho'zmang. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning shaxsiy kabinetlarida o'zingizning hisob-kitob holatingizni muntazam tekshirib turing. Chunki ba'zan texnik nosozliklar tufayli qarzdorlik noto'g'ri ko'rsatilishi mumkin. Bank kreditlari, qarzlar. Agar sizda bankdan yoki boshqa jismoniy shaxsdan qarz bo'lsa, shartnomangizni diqqat bilan o'rganing. To'lov jadvaliga qat'iy rioya qiling. Agar to'lovni kechiktirish xavfi tug'ilsa, darhol bank bilan bog'laning va vaziyatni tushuntiring. Kredit ta'tilini olish, to'lov muddatini uzaytirish yoki to'lov jadvalini o'zgartirish kabi imkoniyatlarni muhokama qiling. Va banklar ko'pincha to'lov qobiliyati va muloqotga tayyorlikni ko'rsatgan mijozlarga yordam berishga intilishadi. Chunki ular ham sudga murojaat qilishdan ko'ra kelishuvga erishishni afzal ko'rishadi. Agar garovga qo'yilgan mulk bo'lsa, shartnomadagi garovga oid barcha bandlarni aniq tushunib oling. Biron-bir bandni buzmaslikka harakat qiling. Soliqlar va jarimalar soliq idorasining veb-sayti orqali May, Soliq.uz yoki mobil ilovalar yordamida masalan. Soliq mobil ilovasi soliq qarzdorliklaringizni muntazam tekshirib turing. Yo'l harakati qoidalari buzganlik uchun jarimalaringiz bormi? Yo'qmi? MIBning saytida MIBUZ yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali May orqali tekshirish imkoniyati mavjud. Bu ma'lumotlarni doim yangilab turish sizni kutilmagan to'siqlardan himoya qiladi. 2. Noqonuniy qurilishlar va rekonstruksiyalarni qonuniylashtirish. Agar siz ruxsatsiz qurilish yoki rekonstruksiya qilgan bo'lsangiz, zudlik bilan tegishli shahar tuman qurilish bo'limiga yoki xizmat ko'rsatish markazlariga DXM murojaat qiling. Ularga vaziyatni tushuntiring va qonuniylashtirish tartibi bo'yicha maslahat oling. Buning uchun texnik xulosa olish, loyihalashtirish va boshqa hujjatlarni rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. Qonuniylashtirish imkoniyati bo'lmasa, ruxsat berilmagan qismni buzishga tayyor turing. Aks holda bu kelajakda yanada katta muammolarga, jumladan katta jarimalar yoki majburiy buzish kabi oqibatlarga olib kelishi mumkin. O'z vaqtida harakat qilish har doim xarajatlarni va asabiylikni kamaytiradi. 3. Huquqiy maslahat oling. Agar sizga qarshi sud da'vosi qo'zg'atilgan bo'lsa, MIBdan ijro hujjati kelgan bo'lsa yoki shunchaki vaziyat sizga noaniq bo'lib tuyulsa, darhol malakali yurist yoki advokatga murojaat qiling. Mutaxassis sizning huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. Hujjatlarni ko'rib chiqadi va to'g'ri harakatlar strategiyasini ishlab chiqadi. Advokat sizning nomingizdan davlat organlari va sud bilan muloqot qilishi mumkin. Bu sizning vaqtingizni tejaydi va jarayonni professional tarzda olib borishga yordam beradi. Bu juda muhim qadamdir. Chunki ko'pincha fuqarolar o'z huquqlarini bilmaganliklari sababli noqulay vaziyatlarga tushib qolishadi va vaziyatni yanada murakkablashtirib qo'yishadi. 4. Qarzni to'lash imkoniyatlarini izlang. Agar sizda qarzlar mavjud bo'lsa va ularni to'lashda qiynalayotgan bo'lsangiz, birinchi navbatda qarzni to'lashning barcha imkoniyatlarini o'rganib chiqing. Kredit shartnomalari bo'yicha qayta moliyalashtirish, refinanslash yoki kredit ta'tilini olish imkoniyatlari mavjud. Kommunal to'lovlar bo'yicha ham ba'zi tashkilotlar bilan to'lov jadvali bo'yicha kelishuvga erishish mumkin. Eng muhimi, vaziyatni yashirmaslik, balki ochiqchasiga muzokaralar olib borish va muammoni hal qilishga intilish. Qarzni to'lamaslikdan ko'ra kelishuvga erishish har doim afzaldir. 5. Ogohlantirishlarga e'tibor bering. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarda, banklardan yoki MIBdan kelayotgan har qanday ogohlantirish xatlariga, SMS xabarlarga e'tiborsiz bo'lmang. Ular jiddiy oqibatlarning dastlabki belgilari bo'lishi mumkin. Bu xatlarni o'qib chiqing. Ularda ko'rsatilgan muddatlarga rioya qiling va zarur choralarni ko'ring. Agar sizga da'vo arizasi yoki sud chaqiruvi kelgan bo'lsa, uni mutlaqo e'tiborsiz qoldirmang. Sud majlislariga borish yoki o'z vakilingizni yuborish orqali o'z pozitsiyangizni himoya qiling. Agar siz sudga kelmasangiz, qaror sizning ishtirokingizsiz qabul qilinishi va u siz uchun salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Qayerga murojaat qilish kerak? Kadastr agentligi.
uy-joy hujjatlaridagi nomuvofiqliklarni bartaraf etish, mulk huquqini ro'yxatdan o'tkazish, turar joyni qonuniylashtirish masalalari bo'yicha. Astish davlat xizmatlari markazlari, DXM, ko'plab davlat xizmatlari, shu jumladan qurilish ruxsatnomalari, kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish, turli ma'lumotnomalar olish bo'yicha maslahatlar va xizmatlar. Astish majburiy ijro byurosi. Agar sizga ijro hujjati kelgan bo'lsa yoki qarz undirish bilan bog'liq muammo bo'lsa, ular bilan bog'lanib, qarz holatini aniqlash va to'lash yo'llarini muhokama qilish. Ayb xodimlarining talablariga qonuniy doirada javob berish juda muhim. Banklar kredit shartnomalari bo'yicha muammolar, qayta moliyalashtirish, kredit ta'tili olish uchun bevosita bankning o'ziga murojaat qiling. Astash Adliya vazirligi. Fuqarolarga bepul yuridik maslahatlar beruvchi bo'limlari mavjud bo'lib, ular asosiy huquqiy savollarga javob berishlari mumkin. Malakali yuristlar, advokatlar, murakkab huquqiy vaziyatlarda. Sudga murojaat qilishda, o'z huquqlaringizni himoya qilishda, shartnomalarni o'rganishda professional yordam beradilar. Esda tuting, har qanday muammoni vaqtida hal qilish, uni chuqurlashtirmasdan oldini olishning eng yaxshi yo'lidir. Qonunlarga rioya qiling. O'z majburiyatlaringizni bajaring va huquqiy savodxonligingizni oshiring. Demak, hurmatli tomoshabinlar, bugungi videomiz yakuniga yetmoqda. Umid qilamanki, bu sensatsion sarlavha ostidagi haqiqiy vaziyatni tushunishga yordam berdim. Asosiysi shuki, hech kim sizning kvartirangizni sud qarorisiz tortib ola olmaydi. Bu O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari bilan kafolatlangan huquqdir. Ammo shu bilan birga biz hammamiz o'z moliyaviy va mulkiy majburiyatlarimizga jiddiy yondashishimiz shart. Kommunal to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirish, bank kreditlarini qat'iy grafik asosida to'lash, mulk hujjatlarini tartibda saqlash va noqonuniy ishlarga qo'l urmaslik bu sizning mulkingiz xavfsizligining garovidir. Xavotirlanmang, ammo hushyor bo'ling. Vaziyatni doim nazorat qiling, qonuniy maslahatlardan foydalaning va har qanday muammoni zudlik bilan hal qilishga intiling. Agar sizda hali ham savollar bo'lsa yoki o'z fikrlaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Har bir izohga e'tibor qaratishga harakat qilamiz. Chunki sizning savollaringiz boshqalar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, albatta unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizni yanada sifatli va foydali kontent yaratishga ruhlantiradi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, o'zingizni va mulkingizni asrang.